أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhtaram jamoatimiz, mana shu har yilgi o'zimizni namozxona odamlarimiz. Kundan kunga namozxona soni kamayyapti, lekin ortayotgan yeri yo'q. Qo'limda shu umrada anaqangi broshura narsalar yotadi xonalarda. Shundan bittasini ko'plab olganman, shu bittasini o'qib beraman. Ilojim boricha o'zimdan gap qo'shmaslikka harakat qilaman. So'zma-so'z tarjima qilib beraman. Goh yerlarga tilim qichib ketib gap qo'shsam, bu mendan deb qo'yaman. Bu bir risola ekan. Bu risola shunaqa risola ekanki, min abin libnihi fi hassi ala salati. Otadan bolasiga namoziga qiziqtirish uchun degan broshura ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Nazaran li shakwa adadi min al-aba'i min tafriti abnaihim fil muhafazati ala as-salati wa kasalihim inda iqadihim laha harartu hazihi risala. Bir qancha otalarning bolalarini namozga beparvoliklari haqida va namozni muhofaza qilmaganliklari haqida, ularni namozga uyg'otsa dangasalik qilganlar haqida shikoyat qilgan otalarning shikoyatlariga qarab bu risolani yozdim. Ta'awunan fi nasl abna, bir-birimizga ko'mak berib bolalarimizga nasihat qilish uchun. Ja'alallohu lana ajma'ina qurrata ayun. Alloh subhanahu va taolo bu farzandlarimizni hammalarimizga ko'zimizni quvonch qilsin. Va aslahahum, va bu farzandlarimizni Alloh subhanahu va taolo salohiyatli qilsin. Va ja'alahum minal muqimin as-salata bimannihi va karamihi. O bolalarimizni Alloh subhanahu va taolo o'z karami bilan, fazli bilan namozlarini to'la to'kis ado etadiganlardan qilsin. Bismillahirrohmanirrohim. Ibnil vafiyil karim. Ey vafolik, mehribon bolam. Hafizakalloh, Alloh seni muhofaza qilsin. Va ballag'aka rizoh, Alloh seni o'zini roziligiga yetkazsin. Vas'adaka fi dunya va fi dunyoka va uxroka. Amin. Seni Alloh subhanahu va taolo dunyoyingda ham, oxiratingda ham saodatli qilsin. Ilohi amin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va ba'd. Fa hazihi risalatu hubbin va tazkirin. Bu sevish, muhabbat va eslatish risolasi. Aktubuha bimidadi qalbi abin atufin va validin mushfiqin. Men bu risolani bolasiga g'amxo'r bo'lgan otani qalb siyolari bilan va ona mushfiq onani qalb siyolari bilan yozaman. Liqurrati aynihi, ko'z qorachig'i uchun, va falzati kabidihi, jigar go'shasi uchun, roji'an saodatahu, shu farzandning saodatini Xudodan umid qilib, mubtag'iyan fawzahu, va buning mukofotga erishishini xohlab, va ta'iman fi najatihi,
va uning qiyomat kuni najot topishini umid qilib, vallohu vahdahu as'al, va Alloh subhanahu va taoloni yolg'iz o'zidan so'rayman, an yatavalaka bi tawfiqihi, o'zini tavfiqiga seni yetkazishligini, va yaklaka bi riayatihi va tasdidihi, va seni to'g'rilashga, muhofaza qilishiga Xudoni o'zini vakil qilaman. I'lam minal karim, ey mehribon bolam, bil anna ahamma umuril abd, albatta bandaning qiladigan ishlanishdagi eng muhimi as-solah, namoz. Faman hafaza alayha va hifziha, kim namozni mukammal muhofaza qilsa, va hafizaha, va namozni har bir qoidalariga rioya qilsa, hafiza dinini muhofaza qiladi. Va man zayyaha, kim namozni zoya qilsa, kana lima sivaha min amalihi ashadda izoatan, bu odamni bundan boshqa zoya ketkizgan yomon amali bo'lmaydi. Eng zoya ketkizgan yomon amal namozni zoya ketkizishdir. Va hiya umudul islam, bu namoz islomning ustuni. Va qabulu sairil a'mali mavfuqun ala qabulis salah, boshqa qilingan amallarning hammasini qabul bo'lmoqligi namozning qabul bo'lishiga bog'liqdir. Fa iza ruddida alayhi sairul a'mal, qachoniki bu namoz qiyomat kuni Xudoning dargohidan qaytarilsa, qabul qilinmasa, boshqa amallar ham qabul qilinmaydi, qaytariladi. Va hiya avvalu furuzil islam, bu namoz islomning farz bo'lgan amallarining eng avvali. Va huwa akhiru ma yufqadu min ad-din, va dindan eng oxirgi yo'q bo'ladigan narsa ham namoz. Fa hiya avval islam va akhiruhu, bu islomning boshi va islomning oxiri ham shu namoz. Va la yastaqimu dinul muslim va la taslihu a'maluhu va la ya'tadilu sulukuhu fi shu'uni dinihi va dunyohu, musulmonning dini mustahkam bo'lmaydi va qilayotgan amallar salohiyatli bo'lmaydi va yurgan yo'li to'g'ri bo'lmaydi, dini ham dunyosi ham to'g'ri yo'lga tushmaydi, hatta yuqima hadhihi salah ala wajhiha al-mashru', hatto shu namozni shariat yo'lga qo'ygan ko'rinishda ado etmagungacha. Tushunyapsizlar? Uxlamanglar. Chunki bu bolalarga ekan desanglar, sizlar ham bolasizlar. Dadanglar gapirmagan bu gapni. U gapiradigan davron bo'lgan emas. Ibn al-Karim, ey mehribon bolam, i'lam anna lakam mawqifayn, taqifuhuma bayna yaday robb. Ey o'g'lim, mehribon o'g'lim, bolam, belgil, ikki mavqif bor, ya'ni ikki ko'rinish bor senda. Bu ikki ko'rinish ikkalasi ham Rabbing Alloh subhanahu va taolo huzurida ko'rinish. Ahaduma fi hazil hayatid dunya, o'sha ko'rinishdan bittasi mana shu dunyoni o'zidagi bir ko'rinishing. Val akharu, boshqa ko'rinish, yawma talqalloha jalla va ala yawmul qiyamah, u jalla ala bo'lgan Alloh subhanahu va taologa yo'liqqan kuning, ya'ni qiyomat kunidagi ko'rinishing bor. Va yatarattabu ala salahil mawqil awwal falahuka va saadatuka fi mawqis sani. Ikkinchi ko'rinishing, ya'ni qiyomat kuni Alloh subhanahu va taolo huzuridagi saodatmand bo'lishing, do'zaxdan qutulishing mana shu dunyodagi salohiyatlik yurishingga, turishingga bog'liq. ويترتب على فساد حال العبد في الموقف الأول ضياع أموره وخسرانه في الموقف الثاني.
Alloh subhanahu va taoloning huzurida turadigan ikkinchi ko'rinishdagi ziyonga duchor bo'lish, butun amallari zoyi ketishligi u bandani bu birinchi ko'rinish, ya'ni shu dunyodagi qilayotgan fasod, yashayotgan buzuq holatiga bog'liq. Al-mawqif al-awwal, o'sha birinchi mavqif ko'rinishing huwa hadhihi salatu allati katabaha Alloh jalla va ala. U mana shu namoz ekan, buni farz qildi Alloh subhanahu va taolo ala ibadihi bandalariga. Va aftarazaha alayhim 5 marratin fil yawmi wal laylati. Bir kecha kunduzda 5 vaqt takror o'qishlikni Alloh taolo farz qildi. Faman hafiza ala hadhihi salah, kim bu namozlarni muhofaza qilsa, va atana biha, shu namozlardan foydalansa, va daha fi awqatiha, va bu namozdan o'z vaqtida ado etsa, va hafaza ala shurutiha, shartlarini muhofaza qilsa, va arkaniha, arkonlarni muhofaza qilsa, va vojibatiha, va vojiblarini adoga keltirsa, hana alayhi al-mawqif al-yawm al-qiyamah. Qiyomat kunida uni Xudoga bo'ladigan ro'pobor bo'lishi yengil bo'ladi. Va aflaha va anjaha, do'zaxdan qutuladi va najot topadi. Va amma izastahana bihasil mawqif, ammo mana shu dunyodagi ko'rinishda istihon, ya'ni pastkashlik qilsa, be'tiborlik qiladigan bo'lsa, falam yu'na bihazihi salah, bu namozdan foydalanmas ekan, valan yuwadib alayha, bu namozni o'z vaqtida o'qishni odat qilmas ekan, valam yuhafiz ala arkanihi va shurutihi va vojibatiha, va bu namozni o'qisa ham arkonlariga, shartlariga, vojiblariga rioya qilmas ekan, asura alayhi mawqi yawmil qiyamah, qiyomat kunidagi buni Xudoning huzurida turishi qiyinlashadi. Rawat Tirmizi va Nasai va g'ayruhuma an Haris ibn Qubaysata radhiyallohu anhu qala rahmatullahi alayhi qala ataytu al-Madinata fasa'altu Allah jalla wa ala an yarzuqani jalisan solihan. Imom Tirmizi va Imom Nasai va ikkalalaridan boshqalari ham Haris ibn Qubaysa rahmatullahi alayhidan rivoyat qiladi. Bu odam aytadilar, men Madina Munawvaraga bordim. Va Madina Munawvaraga borganda Alloh subhanahu va taolodan menga bir solih hamsuhbatni bir nasib qiling deb so'radim. Fajalastu ila Abi Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu. Alloh subhanahu va taoloning izni bilan men Abu Hurayra radhiyallohu anhu bilan birga o'tirib qoldim. Faqultu lahu ya Abu Hurayra, men bu kishiga aytdimki, Abu Hurayra, inni sa'altulloh an yarzuqani jalisan solihan fa'allimni hadisan sami'tahu min Rasulillahi sallallohu alayhi vasallam la'allallohu an yanfa'ani bihi. Men ey Abu Hurayra, Alloh subhanahu va taolodan bir solih hamsuhbatni hamrohini so'radim. Alloh sizni menga nasib qildi. Siz menga Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan eshitgan hadisingizdan birortasini aytib bering. Ajabmas, shundan Alloh subhanahu va taolo menga manfaat bersa dedim. Faqala Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu, sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan eshitganman deb shu hadisni aytdilar. Inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah min amalihi salatuhu. Albatta qiyomat kuni bo'lganda bandaning qilingan amallaridan hisob qilinadigan eng avvalgi narsa uning namozidir. Fa in saluhat faqad aflaha va anjaha. Agar namozi salohiyatli bo'lsa, najot topdi, qutuldi. Va in fasadat, agar namozi fosid bo'ladigan bo'lsa,
faqad xaba va xasara. Bu umidlari uzildi va ziyonga kirdi. Va huwa hadisun sahihun. Bu sahih hadis. Demak, sizni bizni shu yergacha kelayotgan bu kishini gaplaridan bolasiga bo'layotgan mehribonligi, bu dunyodagi tutgan tutuming u dunyoyini hal qilib beradi. Shu dunyoda 5 vaqt namozni jamoat bilan o'z vaqtida chiroyli ado etsang, Xudoning huzurida yuzing yorug', najot topasan. Agar namozing chola bo'lsa, Xudoning huzurida yutkizasan. Hamma narsa namozga bog'liq. Bu o'zimdan qo'shaman hozir. Biznikilar namoz o'qiyapman deganlar bugungi kunda namozni jamoat bilan o'qimaydi. Aksari shu namozni o'qib, jamoatni o'qib borsangiz, endi bo'shadi namoz o'qiyman deb deydi. Namoz siz ishdan bo'shaganda o'qiydigan narsa emas. Ish siz namozdan bo'shagandan keyin qilinadigan narsa, esingizdan chiqmasin. Yaxshi biling shu narsani. Sizni ishingiz tugab, keyin bo'shagandan keyin namoz o'qilinmaydi. Namozdan bo'shaganingizdan keyin ish qilasiz. O'ng quloq, so'ng quloq, yaxshi bilib oling shu narsani. Kimki ishini oldiga qo'yib, ishdan bo'shab, endi namozga vaqtim bo'ldi degan bo'lsa, yutkizaveradi. Chunki Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i turganda, bu boshqa narsani undan ustun qo'yyapti. Aqlingizni ishlating. Sizga Alloh buyurib turibdi, siz undan boshqa narsani ustun qo'ying. Xo'jayin bor dedingiz. Xo'jayin kim? Shu xo'jayinlarning kasiga o'tiribsizmi soat 7:30gacha? Shu benamoz uyquchilarning kasiga o'tirib shu yerda. Shularni deb millionlagan odam 2 soat o'tiradi o'z namozdan keyin. Hayit o'qiy olmay, qurbonni so'ya olmay, shuncha odam o'tiradi hozir shularni deb. Mana siz xo'jayiningiz. Shuni deb butun umringizdagi namozlaringiz hammasini bejamoat o'taysizmi? Ish kelib qoladi, klient kelib qoladi. Klientlarni boshqa yerga o'rgating klientlarni namoz vaqtida kelmasligini. Namoz vaqti nimaligini tushunsin kelayotgan klientlar ham. Kelayotgan mehmon ham, o telefon qiladigan benamoz, ola namoz ham namoz vaqti hozir jamoatda bo'ldi telefon qilishdan to'xtashni o'rgansin. Singdiring ongiga bular. Bu meni gapim, bu kitobning gapi emas. Fatambal, bu odam davom etadi. Fatambal, o'ylab ko'r. Ibni ra'akalloh, Alloh seni o'zi saqlasin ey bolam. Tarattabus salahul mawqif as-sani ala salahil mawqif al-awwal wal khusran fi al-mawqif as-sani ala khusran fi mawqif al-awwal. Ikkinchi ko'rinishing, ya'ni qiyomatdagi turishingni salohiyatli bo'lmoqligi bu dunyoda yurishingni salohiyatligiga bog'liq ekan. Qiyomat kunida hasrat nadomatda qolishing bu dunyodagi yurishingdagi kam ko'zlaringga bog'liq ekan, o'ylab ko'r o'zing bolam. Fattaqillah fi hazihi salah. Bu namoz borasida Xudodan qo'rq. Va hafiz ala hadha al-mawqif bayna yadayillah jalla va ala. Jalla va ala bo'lgan Alloh subhanahu va taoloni huzurida turadigan holatingni eslab, u holatingni o'zing muhofaza qil ol. Qay holat shuni eplab ko'r, o'ylab ko'r. Azim hazihi salah. Bu namozni yuksak bil, ulug'la. Ya'zum amaraka indalloh. Sening ishing ham Alloh huzurida azim bo'ladi, ulug' bo'ladi. Va ta'lu makanaka inda, va Alloh subhanahu va taoloning huzurida makoning ham, ya'ni maqoming ham oliy bo'ladi. Xudoning namozini yuksak qo'ysang, o'zingni maqoming qiyomatda oliy bo'ladi. Buni orqaga sursang, oxirating ham orqaga suriladi. O'ylab ko'r bolam. Ya ayyuhal ibnul muwaffiq. Ey muvaffaqiyatga erishadigan bolam. Iza akramallohu jalla va ala bi abin yahtani bika fi hazihi salati hassan va hazzan va targhiban. Qachoniki Alloh azza va jalla seni shunaqangi
seni namozga hissingni uyg'otadigan, namozga chorlaydigan, namozga rag'batlantiradigan ota bilan seni siylagan ekan, fa iyyaka summa iyyaka an tanzaja minhu, bu otadan yuz o'girishdan ehtiyot bo'l. Iyyaka degani saqlan. Yana qayta saqlan. Shu otangni gapi bu meni gapim. Malol kelmasin senga. Bu senga mehribonlik qilayotgan otani g'animat bil. Aw an tanzajjara min mutabi'atihi ilak. Yoki shu otang seni orqangga kirib olib, "Hadi bolam namozga bor, namoz vaqti o'qi" degan gap seni jirillatmasin. Fa innahu vallohi, bu otang Allohga qasam bo'lsinki, ya'mal ala inqazika min saxtillah, seni Allohni g'azabidan qutulishing uchun amal qilyapti. Shunga harakat qilyapti. Va ya'malu ala isolika ila marzatillah, bu otang seni Allohning roziligiga erishishing uchun harakat qilyapti. Tabaraka va taala. Fa innalloha azza va jalla va ala la yarda anka illa iza kunta min ahli hazihi salah muhafazatan alayha wa adaan laha. Albatta Alloh subhanahu va taolo sendan hargiz rozi bo'lmaydi toki sen bu namozni muhofaza qiladigan, o'zi vaqtida ado qiladigan odamlardan bo'lmaguningcha. Namoz o'qisanglar emas, addaha degan gap, aqomaha degan gap, muhofazatan degan gap, o'sha namozni ikir-chikirlargacha rioya qilasan. Yumolayosga o'qilib keta olmaysan deyapti. To namozing sifatli bo'lmas ekan, namozing o'z vaqtida bo'lmas ekan, sen bu namozxonlar sinfiga kirmaysan. Bu namozxonlar sinfiga kirmas ekansan, Alloh sendan hargiz rozi bo'lmaydi. O'ylab qo'y bolam. Ibnul Karim, ey mehribon bolam, va inna min ta'zimis salah an tanhaza laha idha du'iyat ilayha binshirahin wa quwwatin raghbatan wa mujanibatan lil irtikhai wa takasul. Bu namozni ta'zim qilib, ya'ni ulug'lamoqliging, qachoniki namozga da'vat qilinsa, azon aytilsa, bu namozga binshirah va quvvatin, ichingdan xursand bo'lib, kuch-quvvatingni hammasi sarf qilib, rag'batan, shu namozga rag'batlanib, qiziqib, va bu dangasalik, keyin o'qolaman degan narsalardan chekingan holatda o'rningdan qopib turmas ekansan, sen bu narsaga erisha olmaysan deyapti. Demak, namozga chorlanganda xursand bo'lish kerak. Dangasalik qilmaslik kerak. Erinmaslik kerak. Ich-ichidan xursandchilik bilan harakatga tushish kerak. Rawa qawwam sunnati Abul Qasim al-Isbihani fi at-targhib wa at-tarhib an Abdullah ibn al-Abbas radhiyallohu anhu qala: Sunnatni o'rniga keltiradigan Abul Qasim Isbihoniy o'zidan targ'ib va tahrib degan kitoblarida Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhudan shuni rivoyat qilib keltiradi. Abdulloh ibn Abbos aytar ekanlar: yukrahu an yaquma ar-rajulu ila as-salati wa huwa kaslanun. Insonni dangasalik holatda namozga turmoqligi makruh. Walakin yaqumu ilayha talqal wajh azimar rag'ba shadidal farah. Lekin banda namozga yuzlari yoltiragan, katta qiziqish bilan, juda katta xursandchilik bilan turish kerak. Fa inna yunajillah azza va jalla, chunki bu Alloh azza va jalla bilan munojat qiladi. Qayerga borayotganingizni biling. Kimni ro'parasida turganingizni biling akalar. Yaratgan Parvardigorga munojat qilgani ketayotgan odam dangasalik qiladimi? Erinadimi?
Oshga ketdingmi deb pitiraysiz. Kelyapsanmi? Osh solyapti, lanj bo'lib ketdi deysiz. Yeb chiqarib yuboradigan narsaga bir targ'ib qilasiz. Tezroqga osh buzilmasin deysiz. Namozga ham targ'ibingiz bormi? Chaqirasizmi? Aka ishtaja desa, to'xtab tur, hozir men ishni qilib olay deydi odamlar bor. Bolam ke desa, buncha namoz ko'rmaganmisan, hazilga oladigan odamlar bor. Vayatlu hazil aya. Bu kishi shu oyatni o'qib aytarlarki, va iza qamu ila salati qamu kusala. Bu munofiqlar qachoniki namozga tursalar, dangasa holatda turardilar degan oyatni o'qidilar. Va innalloha azza va jalla amamahu yaghfiru lahu va yujibuhu iza da'ahu. Chunki albatta Alloh subhanahu va taolo buning ro'parasida namoz o'qiyotganda. Buni Alloh subhanahu va taolo shu namoz sabab mag'firat qiladi. Va Alloh subhanahu va taolo agar duo qiladigan bo'lsa, duosini ijobat qiladi. Hammasi namozga bog'liq bo'lib turgan vaqtda bu dangasalik bilan turadi. Bu makruh bu insonga deyapti. Bir ishingiz hal bo'lishligini bir xo'jayinning oldiga qo'l qo'ydirish uchun borsangiz, dangasalik bilan borasizmi, ertaroq borasizmi? Shu qanaqa bo'larkin deb o'ylanib o'tirasizmi? Qo'l qo'yib berammi, qo'yib bermasmikin deb. Yo, alibom qo'yadi deb qo'l cho'ndiga solib xotirjam turasizmi? Bir arzimagan bir tovaringiz ham ketayotganingizda shu sotish uchun bo'lgan mulkingizni ham ey Xudoyim xaridoringni bergin. Quruq chiqmay bugun ham deb bir o'ta sotiladigan narsangizni ham o'tishini Xudodan so'rab, rag'batlanib, qiziqib borasiz. Shu har kuni erinmasdan olib chiqib yeyasiz shu matoyingizni. Har kuni changini tozalaysiz, har kuni joyiga qo'yasiz. Shundan keladigan manfaat qancha bo'lishidan qat'iy nazar vaqtli manfaatdir. Rabbingizni namoziga ham shunaqangi rag'batingiz bormi? Chiroyli qilib, u yoq bu yoq qoqib, shirin bo'lib kelib Parvardigori huzurida ibodat qilaman, so'raganim beradi, gunohimni kechiradi, oxiratim shunga bog'liq deb rag'bat bilan kelasizmi? Fa'indal futud va tawani va tarahi val kasal in wujida fil abdi فهو راجع إلى ضعف القلوب ووهنها وعلى معرفتها بقيمة الصلاة ومكانتها. Albatta beparvolik, tavoni, suskashlik, tarahi, orqaga surishga o'qolaman deyish, val kasal, dangasalik, in wujida fil abd, agar bandada shu ishlar topilsa, fa huwa rajin ila za'fil qulub va wahniha, bu uning qalbini zaifligi va uning qalbini vahn, ishdan chiqqan yaroqsiz holatga kelganligidan dalolat. Va adam ma'rifatiha bi qiymati salati va makonatiha, buning namozni qiymatini va namozning Alloh subhanahu va taoloning dargohidagi makoni, qadri qimmatini bilmaganligidan kelib chiqadi. Demak, ikkita ayb beryapti. Bittasi namozni nimaligini bilmaslik, qadrini qadrlamaslik, ikkinchisi qalb yaroqsiz, zaif qalb, iymon sus. Shundan bu odam namozga beparvo bo'ladi deyapti. Va laqad balagha min ihtimami sadri hazil ummat bi salatil jama'ati ma rawahu ibn Mas'ud radhiyallohu anhu qala. Bu ummatning ko'ksi bo'lgan, faxri bo'lgan, oldingilardan shu narsa yetib kelganki, shulardan bittasi Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilar: "Laqad ra'aytuna, ya'ni ashabana va sallam, va ma yatakhallafu anha ay as-salata illa munafiqun ma'lumun nifaqa." Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilar: "Men o'zimizni shundoq deb ko'rardim." Ya'ni payg'ambar alayhisolatu vassallamning ashoblarini.
va ma yatakhallafu anha ay salah, namozdan muxolif bo'lib jamoat chiqmaydigan odam illa munofiqun ma'lumun nifoq, ochiq oydin munofiq, namozga jamoat chiqmasin deb bilardik sahobiylar. Jamoatda yo'qmi, biz uni munofiq derdik. Bizi davrimizda shu edi. Va laqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada bayna rajulayn hatta yuqamu fis-saffi. İçimizde shunday odamlar bo'lardi-ekan, ikkita odam uni olib kelib, safga qo'ltiqlab olib kelib qo'yib qo'yadigan holatlar bo'lardi. Ya'ni yurolmaydigan, kasal yoki qari, ojiz odamlarni ham birimiz-birimizga yordam berib qo'ltiqlab olib kelib safga qo'yib qo'yardik. فإذا كان الرجل منهم لا يستطيع المشي لمرض أو كبر أخذوا بعضديه وصعدوه على المشي حتى يقيموه في الصف المسلمين للصلاة كل ذلك لأن قلوبهم مدركة تمام الإدراك المكانة الصلاة وقيمتها. Qachoniki ey bolam, o salaf solih bo'lgan odamlar ichlaridan yurishga madori yo'q kasallik sabab yoki qarilik sabab bo'lgan odamniki yelkalar qo'ltiqlardan tutib yordam berib yurgizib uni musulmonlar safiga namozga turgizar ekan, buning hammasi ularning qalblarini namozni Alloh subhanahu va taoloning huzuridagi qiymatini, namozni qadrini yetib tushunganlaridan edi. Falamma azammat makanatus salati fi qulub, qachoniki namozning ulug'ligi qalbga o'rnashar ekan, taharrakat tilkal abdanu zaifa ila al-masajidi ma'a za'fiha ash-shadid. Unda juda zaif bo'lgan, kasal bo'lgan badanlar masjid tomon harakatga keladi. Bir bahona topsak namozga kelmasak. Deyapti-ku, qachoniki insonni qalbida namoz nimaligi, u kimning huzuriga borishligi, kimga ro'bara bo'lishligini his qilsa, zaif badanlar, kasal badanlar ham masjid tomon harakatga tushadi. O'zimdan bir gap. Sizlar ham ko'rgansizlar. Bundan keyin ham ko'ramiz. Bir yerga borib o'tirsangiz, bir mahal bir odam keladi. Yurolmaydi bechora. Nafas olib qilib kelayotgan ko'rasiz. Qarab turasiz. Uni ikkita bolasi yoki ikkita tanish yetalab olib kelib, to'rigacha olib chiqib o'tkazadi. Xastada kelishi mumkin. Yo yurolmaydi. O'tirgungacha ham bir qancha vaqt ketadi. Qarab turasiz. O'tirib olib, nafasini tolib o'tiradi shu odam. Ularga o'ziga kelgandan keyin aytdi, keldim-da endi deydi. Narigilar uni qo'llaydi. Endi shu ko'pchilikka qo'shilsa odamni topini odam ko'taradi deydi. Bir yozalarni olib keldikda dadamni, opamni deydi, yo birodarimiz deydi. To'g'rimi? Ko'rasizlar shunaqa odamlar. Endi Xudo hammamizni o'zi saqlasin bunaqangi bo'lib qolishdan. Demoqchi bo'ladigan gapim. Bir to'y uchun, bir kasa sho'rva uchun mana qilib gapiraman-da. Borasan. Xenofemiya. Bolang yetalab, mashinaga solib olib borib qo'ltiqlab uyni to'risigacha olib chiqadi. Hammani ovqat yeyotgan joyda to'xtatasan. Ha desa aytib boradi deysan. Odamni tapini odam ko'tarar ekanda, bir ko'rsam sizlar quvonaman deysan-u, bu odam tapini bir mahalda bir kunda 5 mahal ko'taradigan joyga Rabbing Alloh subhanahu va taolo bir muazzinni qo'yib chorlasa-yu kelmasang, qaysi senga aziz bo'lib tuyuldi? To'ymi, namozmi? To'ydagi har xil namozxoni ham bor, benamozi ham bor, qosig'i ham bor. Umuman odam demaydigan sort ham bor.
shularni oldiga borsang taping ko'tarildi-yu, solih odamlar, namozxon odamni, jamoatga mukammal berilgan odamni oldiga kelsang, malol keldim senga. Qani iymon? Qani vijdon? Bir savol o'zingga. وللصلاة الفجر التي تأتي في مفتتح اليوم وفي بدايته وأوله شأن خاص. Bomdod namozi uchun. O'shunda namozi ekan kunni kaliti. Va kun shu namoz bilan boshlanadi. Va ishning avvali ham shu namoz. Buni xos makoni bor. فالمحافظة عليها عنوان على فلاح الإنسان وسعادته في يومه كله. Bu bomdod namozni jamoat bilan o'qimoq, buni doim vaqtida muhofazasi bilan o'qimoq insonning najot topishi, saodatmand bo'lishi, o'sha kun bo'yi buni hamma ishlarini o'ng'idan kelishini unvoni, ya'ni nima deydi? Unvon degan so'z adres. Shuni belgisi bu. Kuning yaxshi o'tishini xohlasang, najot topishni xohlasang, gap bomdod namoziga keladi. Va izaatuha izaata ay vallohi liyawmi kullihi va zihabi li barakatihi. Bu namozni zoyi qilmoq, jamoatsiz yumaloqda eplab-seplab kun chiqidan oldin o'qib olishlik yoki uxlab qolib keyin qozosini o'qishlik. Vallohi Allohga qasam bo'lsinki, lil yawmi kullihi va zihabihi li barakati, o'sha kunning hammasini zoyi ketmoqligi, o kunning barakasini ketmoqligi mashinga bog'liq. Ishlaysiz, topgan pulingizda baraka yo'q. Mana pulni ko'tarib kelasiz, ko'tarib kelsangiz uyda xotiningiz bir narsa olib yeb qo'yadi. Qo'lingizda pul turmaydi. Yo kiyib oladi, yo kasal, yo mashinangizni urib olasiz, yo bir falokatga ro'para bo'lasiz, yo bir mutahamga ro'para bo'lasiz. Shantaj qilib sog'ib yeydi. Topmaysiz baraka. Nima uchun? Bomdod yo'q. Nima uchun? O'qiyman deydi. O to'shakdan tushib o'qib yana yotish, u xotin kishining ishi. Xotinlar ham o'qiysan o'qiyotgan namoz. Seni Alloh erkak qilgan. Erkakka masjid qurgan. Waliyatammal fi hazil ma'na. Bu ma'noga bir ta'ammul qilib o'ylash ko'rsin. ما ثبت في صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Sahih Buxoriy va Muslimda kelgan Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz alayhisalom aytibdilar: Yaqidu ash-shaytonu ala qafiyati ra'si ahadikum iza huwa nama salasa uqadi. İçilarda har biringlar uxlaydigan vaqtinglarda bosh qisminglarni orqa tomoniga shayton alayhilana 3 ta tugun tugadi. Yazribu kullu uqdatin alayka laylun tawilun. Har tugunga uzun tun deb dam soladi. Farqat uxlaver deb dam solib qo'yadi. Fa istayqaza fa zakaralloha in hallat uqdatun. Agar inson uyg'onib Allohni zikr qilsa, bitta tugun ochiladi. Uyg'onsa ochilmayapti. Allohni zikr qilsa, alhamdulillah desa yoki alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana va ilayhi nushur desa, bizni o'limni sherigi bo'lgan, kichik o'limdan qayta tiriltirgan zotga hamd va sano bo'lsin. Bir kuni borib shu kishini zotni huzuriga boramiz deb o'ylansa, turib kalimasini keldi, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh, ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh
deb ikki shahodat iymon kalimasini keltirib, razitu billahi robban, Robbimni Alloh ekanligiga roziman, va bi islami dinan, dinim islom bo'lganiga roziman, va Muhammadin sallallohu alayhi vasallam nabiyyan, payg'ambarimiz alayhisalomni bizga payg'ambar bo'lganiga roziman desa, Oysha onamiz rivoyatlarida yana sahobiylar shu gapni qo'shar ekan. Va bil mu'minina ikhwanan, va mu'minlarni menga dini birodar qilganiga ming marta roziman Parvarimdan. Val Qur'ana kitoban, kitobni menga Qur'onni kitob qilib berganiga, val Ka'bata qiblatan, Ka'bani menga qibla qilib berganiga ming marta roziman deyish kerak deydi. Mana shu zikrni qilsa, o'sha tugundan bittasi ochiladi. Yechiladi. Va in tawaza in halat uqdatun. Taratsa ikkinchi tugun yechiladi. Va in sallal in halat uqdatun. Agar namoz o'qisa, uchinchi tugun ochiladi. Demak, u tugun birdaniga yechilmayapti. Uyg'onsang yechilib qolayotgan yeri yo'q. Uyg'onamiz, Allohning zikrini qilamiz, darrov tahoratga boramiz, jamoatga kelamiz, undan keyin yechilyapti bular. Toki biz namoz o'qimagungacha bu tugunni bittasi turadi yo ikkitasi turadi. Bu payg'ambarimiz alayhisalomning gaplari. Fasbaha nashitan tayyiban nafs. Ana shunda inson uyg'onib Allohning zikrini qilsa, tahorat qilsa, namozni jamoatda o'qisa, buni tongga nashit, tayyibun nafs nima deydi? Nashit degan narsa. Bizni lug'atiga nima deydi? Bodri deymizmi biz? Hamma yo'g'i baquvvat, kayfiyatlari xush, yashang holatda bu kunga kirib boradi. Va illa, agar unaqa bo'lmasa, aslaha habisan nafsi islom. Buni hamma yo'g'i bo'shashgan, lanch, dangasa holati kunga kirib boradi. Bu payg'ambarimiz alayhisalom hadislari. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan sahih hadis ekan. Hada sha'nu tarikis salatil fajr. Bu bomdod namozini tark qilgan odamning ko'rinishi. Nafsuhu habisatun. Buni turishi habis, jizganch hol. Va yawmuhu kulluhu fi kasal. Kun bo'yi dangasa, erinadi, qo'l ishga bormaydi. O'tiraveradi, gangiradi. Va baynama idza hafaza ala salatil fajr wa addaha fi waqtiha ma'a jama'atil muslimin kanat unwanul barakati wal khayri was sa'adati fi yawmihi. Namozni bomdodni muhofaza qilsa, va daha fi vaqtiha, vaqtida ma'a jama'atil muslimin, musulmonlar jamoatini ado qiladigan bo'lsa, kanat unvanal barakati wal khayri, bunga barakat, yaxshiliklar yo'nalishi bo'ladi. Va saodat, baxt, saodat fi yawmi, o'sha kunga nasib qiladi bunga deyapti. Aylanib kelib hammanisi namozga. Kecha yaqinda televizorda O'zbekistonni bir vrachini gapirtiryapti. O vrach ham bir o'zbekchani qoyil qilib yormayapti, lekin eplab gapiryapti. U vrachni ko'rinishdan bir namozxonligi ham ko'rinmayapti. Zashaqangi yoshi o'tgan xotin ekan, sochlari kesib, boshalang, shu gapiryapti ekan. Bu ota-bobolarimiz deyapti, namoz o'qiganlari biz deydi, mediklar tajribada o'tkazdik deydi. Shu ertamanda turib bular bomdod o'qiydi-ku deydi. Musulmonlar hammamiz o'qiymiz-ku deb o'zini ham qo'shyapti, endi ilohiy o'qiydigan bo'lsin. Tong vaqtida lanj bo'lib yotgan inson toza musaffo havoni nafas olib kirgizganda ichiga deyapti. Yurganda deyapti. Palon kasalliklarni oldini olib, palon nimalar ichimizdagi naqa immunitetlar ko'tarilar ekan. Peshin vaqtiga borganda ham o'sha odam susayishar ekan. Shunda suv bilan betni yuvib tahorat qiladi-yu ular deyapti.
Yana shu peshin vaqtida boradi. Bunda deyapti, yana bitta o'sha peshingacha bo'lgan odamga kelgan ziyonlarni hammasini suv bilan bir o'zini abadrat qilib deyapti. Yana deydi qadam bosib borib, yana nafas ko'tara qilib joyiga keltiradi. Asrda ham charchagan holatda yana shu ish bo'ladi deyapti. Shomda ham deyapti. Toki xuftanda ham shuni qilib o'qib bo'lar deyapti. Namozlarga to'g'ri qilarkan deyapti. Bu odamlarni kasallik kutmaysiz agar namozlarini joyida, vaqtida chiroyli o'tasa desa, olib borayotgan videoshi bo'layotgan. Demak, 5 vaqt namoz o'qish kerak ekan deyapti. Ha, to'lka vaqtida deyapti. Chunki vaqtida gap bor deyapti. O'sha vaqtda gap bor deyapti. Keyingisida emas, o'sha vaqtda qilsa o'sha foyda bor deyapti. Tushunasizmi? Bu birinchi gap. Hozir birodarning bittasi davolanib keldi yaqinda. Qanaqa davolandingiz birodar desak, Akmal aka o'zi guvoh shunga. Ya'ni qisqasi domla deyapti. Shariat aytgan ishni sunnat mustahablargacha rioya qilsangiz bo'lar ekan. Hamma gapga shunga to'xtadi deyapti. Shu namozdagi mustahab bo'lgan amallarga ham rioya qilsak, shu ekan deyapti. Shu namozda mustahab bo'lgan amal qo'ltig'ini tagida deyapti, minglagan tomir chegallashib ketar ekan deyapti. Shu tomirni deyapti, yayadigan joy sajda ekan deyapti. Inson qancha sajdaga borib qo'ltig'ini kersa deyapti, o'sha tugillab ketar ekan deyapti. Siz bizga "Ey, qo'ltig'ingni och, uzroq sajda qil" degan gapni endi tushundim deyapti. Hamma narsa namozni vaqt o'qisak, namozni shariat ko'rsatgan tartib bilan qiladigan bo'lsak, marra bizniki. Falyatammal. Ta'ammul qil, o'ylagan edi ayzan. Ma ravahul Buxoriy va Muslim an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu qala zukira inda nabiy sallallohu alayhi vasallam rajulun nama laylahu hatta asbaha. Qala Imom Buxoriy va Muslimlar Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilayotgan hadisda, Allohu ikkala muhaddisga rahmat yo'sin. Ibn Mas'ud aytadilar: Payg'ambarimiz alayhisolatu vassallamning huzurlarida bir odam kechasi uxlab qolib, tong ottirganini to'g'risida gap ketdi. Shunda Payg'ambarimiz alayhisalom zaka rajulun bala shayton fi uzunayhi aw qala fi uzunihi. O odam shayton ikki qulog'iga, bir rivoyatda bir qulog'iga, bir rivoyatda ikki qulog'iga siygan odamda dedilar. Uni nima qildi? Uxlab tong ottirib qo'yibdi. Tong otgungacha uxlaganni qulog'iga shayton siyganda deyaptilar Payg'ambarimiz alayhisalom. Biznikilar bomdodga kelganiga faxr bilan gapiryapti. Nimada hadisda? Tong ottirdi bu uxlab deyapti. Demak, musulmon tong otmasdan turish kerak. Hanafi Media. وقد بين أهل العلم أن الشيطان يبول في أذنيه بولا حقيقيا. أهل ilmlar shayton haqiqiy quloqqa siyishligini bayon qilib aytib berdi bizga. U majoziy gap emas deyapti. Haqiqiy siyadi deyapti. فما حال من كان هذا شأنه يقوم وأذنه ممتلة ببول الشيطان القذر. Bu ikki qulog'i shaytonni iflos jirkan siydigi bilan to'lgan odamning holi bo'lsa, va hiya halu man yatruku salata al-fajr mustagriqan fi nawmihi. Bomdodni uxlab qazo qilgan odamning holini nima deysan deyapti. Bu tongga turgan, bomdodga turgan, tongda turdi bu. Ikki qulog'i siydik bilan to'ldir holatda. Bomdodni o'qimasdan uxlab qolganni endi nima deysan deyapti. Kun chiqqungacha yotganni. Tushuntira olyapmanmi gap? Valyatammal. Ayzan, yana o'ylab ko'rsin. Ravahul Buxoriy fi sahihihi min hadis Samurah ibn Jundab radhiyallohu anhu fi siyaqi tawil fihi zikra ru'ya an-nabiy sallallohu alayhi vasallam allati ra'aha va fiha qala. Buxoriyning hadislarida to'plamda sahihlarda kelgan Samurah ibn Jundab radhiyallohu anhuning shunga o'xshagan uzun hadislari bor.
Bu hadisda payg'ambarimiz alayhisalom ko'rgan tushlar haqida gap ketadi. Va shu hadisda shu joyi bor. Qol aytdilarki: "Va inna utina ala rajulin mustajabin." Biz deydilar payg'ambarimiz alayhisalom tushimda bir osmonga qarab yotgan odamning huzuriga keldik. Va yaza oxarun qoim alayhi bi sahratin. Qarasak, uni tepasida yana bitta odam turibdi. Qo'lida katta tosh bilan, harsang tosh bilan. Va yaza yuhawwi fi sahrati li ra'sihi. O tosh bilan hali odam boshiga urardi. Fayaslahu ra'su, bosh majaqlanib ketardi. Faytadahdahu hajaru wa huna, tosh u yoqqa qarab qulab ketardi. Fayatabi'u al-hajara fayakhuzuhu, hali tosh bilan urgan, toshni oldiga olgan toshni olardi. Fala yarju ilayhi hatta yasihha ra'suhu kama kan. O borib toshni olib kelgungacha hali majaqlangan bosh yana joyiga kelardi. Summa ya'udu alayhi fayafalu bihi misla ma fa'ala al-marrata al-ukhra. Awla. Boshida nima qilgan bo'lsa yana boshqatdan shu uraveradi. Uraveradi. Bosh parchalanadi, tosh yumalab ketadi. Toshni olib kelgungacha yana bosh joyiga keladi, yana boshiga tosh bilan soladi, yana yumalab ketadi tosh, yana toshga ketgungacha bosh joyiga keladi. Shu azobda azoblanayotgan odamni oldiga keldi dedilar. Summa qala fi tamomihi, shu gapning oxirida payg'ambarimiz alayhisalom o'sha odam kimligini ma'lumini berib, amma rajulul awwalul lazi utitu alayhi yaslaqu ra'suhu bil hajar, yuslaqu ra'su bil hajar, boshi tosh bilan majaqlanayotgan ilk bor biz kelgan odam, men kelgan odam, fa innahu rajulu ya'khuzul qur'ana fayarfazuhu va yanamu anis salatil maktubati. Bu shunday odam edikin, Qur'onni olgan, yodlagan, esidan chiqargan, amal qilmagan, namoz, farz namozlarda uxlab qolgan odam edi. Va ju'ilatil uqubatu fi ra'sihi li nawmihi anis salati va nawm mawzu'uhu ras. Uning azobi namozni qazo qilganligi uchun o'qimagan shu bosh qismiga berilyapti. Chunki uyquning joyi boshda. Aql uxlayapti. Shuning uchun boshi majaqlanyapti. Kerakmi shu azob? Shu azob kerakmi? Namozga bormaysan, turmaysangiz boshim og'riyapti deydi Alloh bor. Boshing majaqlanadi ertaga. Bu og'riqqa chidamayotgan bo'lsa, uni majaqlanishi qanday chidaysan? Ibn al-Karim, ey bolam, lekun laka fi salafika solih uswatan. Oldingi solih o'tib ketgan odamlardan senga bir namuna bo'lsin. Qala Vaki' ibn al-Jarrah kana al-a'mashu qariban min 70 sanatan lam tafuthu al-takbiratul ula wa ikhtalaftu ilayhi qariban min 70 fama ra'aytuhu yaqzi rak'atan. Vaki' ibn al-Jarrah aytadilar, Amash 70 yilga yaqin takbiratul uloni qo'ydan boy bergan emas. Men bu kishini 70 yilga yaqin taniyman, birga yurganman. Biror marta turib bitta namozni bir rakatini yetishmay qoldi, o'rnidan turib o'qigani ko'rgan emasman 70 yil ichida deyapti. Tushundingizmi? O namozga jamoat chiqmagan nari tursin, takbir ulodan kech qolgan emas deyapti. Biror marta turib bir rakatda yetmay qolganman deb o'qigani 70-yilda ko'rgan emasman men Amashni deyapman. Bizga Xudoning qudrati bilan bor 3-4 ta odam qon-qoni iligiga singib ketgan. Rakat yo'qotayotgan, sudralib kelayotgan. Agar shu odamlar yetib qolsin deb namozni 5 minut orqaga sursangiz, u yana 5 minut kech qolishga keladi. Aytib deb o'tala olmaysiz. Namozga chiq deb aytasiz, chiqmaydi, jamoatga kelmaydi. Uni ham javobi chiqadi. Waqala Asson haddasani akhi Bishr ibn Mansur qala ma ra'aytu ammi fatatu takbiratul ula. G'asson aytadilar, menga
Bishr ibn Mansurni akasining o'g'li aytgan. Aytganki, Bishr ibn Mansur biror marta Taybir o'g'loni yo'qotganini ko'rgan emasman deb aytayapti. Qala Sa'd al-Musayyab ma fatatni takbiratul ula. Sa'd al-Musayyab roziyallohu rahmatullohi alayhi aytadilarki, Taybir o'g'loni mendan o'tib ketgan emas, munzo 50 sana, 50 yil ichida. 50 yildan beri biror marta Taybir o'g'li qo'limdan boy berilgan emas. Va ma nazartu ila qafa rajulin fi salati munzo 50 sanatan li muhafazatihi ala as-saff al-awwal. 50 yildan beri men birovni orqasiga namozda qaramayman. Ya'ni oldimda saf bo'lmaydi. Men doim 50 yildan beri birinchi safdaman deb aytayapti deydi. Tushunyapsizmi? Bu birinchi safda o'qitishlik uchun u yerda kimga kelishdi? Xanafiymedia. Taybir o'g'loni Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan hadis keltiradi Durratun Nasin degan kitobda. Taybir o'g'lo imomga shu Taybir o'g'loga yetishlik 1000 ta hajdan, 1000 ta umradan afzal deydi. Taybir o'g'loga yetishlik katta Uhud tog'idek tilloni miskin kambag'allarga ehson qilgandan yaxshi deydi. Tushunyapsizmi? O 1000 ta haj bo'lishi uchun o 1000 yil yashash kerak odam. Unaqa Taybir o'g'lodan bir kunda 5 ta bor bizda. Keling saf to'ldirni sudar, oyoqda devorga suyanib o'tiradiganlar bor. Keladi lapang qilib. Soatga qara, o peshini katta soat qo'yib qo'ygan. Olib berganga rahmat. Namoz vaqti bo'layotgan bilyapsan. Taybir vaqti bo'lishini bilasan. Ko'tar ko'tingni, ket tezroq. Imom Alloh akbar deganda ergash. Shu minglagan hajji umran savobini ol. Uhud tog'idek tillona xayr ehson qilgan ajrini ol. To'rtta tanga topaman deb qorasida o'tirasan-ku chang bosib. Ko'ringanga qarg'aga osha unga qarab ajala o'tib ketdi, kiramikin dedim. Aka keling deb o'ylayapsan-ku 5 so'm qolamikin deb. Qo'ling ko'shingga qo'yib chaqiryapsan-ku 5 so'm uchun odamlarni. Yalanyapsan-ku oling deb, maqtayapsan-ku tovaringni, yarashdi deyapsan-ku yarashmagan narsani, to'g'ri keldi deyapsan-ku to'g'ri kelmagan narsani. Nima uchun shu to'rtta chaqa uchun bo'layotgan yalanchoq holatingni Rabbingni rahmatiga ishlatmaysan. O'zingni oxiratingga ishlatmaysan. Senga birov kelib yalan demayapti. Vaqtida kelib namozing o'qi jamoat bilan deyapti. Xolos, boshqa gap gapirmayapti. Qala Muhammad ibn Sama'a Makasta 40 sanatan lam tafutni takbiratul ula ma'al imam illa yawma matat fihi ummi afatatni salatun wahidatun fil jama'ati. Muhammad ibn Sama'a aytadilar, 40 yildan beri men imom bilan namoz o'qidim, biror marta Taybir o'g'lo meni o'tib ketgani yo'q. Magar bir marta Taybir o'g'lo o'tdi. Bir marta namozni bejamoat o'qidim. Unda ham onam o'lgan kun edi. Bitta namozni bejamoat o'qidim. Onam o'lgan deb. Bitta vaqtda namozni onasi o'lganda bejamoat o'qibdi. Jamoatga chiqa olmabdi. Uydagilar jamoat o'qimaydi desa, uyda hech kim o'qimaydi jamoat bilan. Hamma masjidga ko'rar davrda. Onam o'lib bitta namoz bejamoat bo'lib qoldi, xolos deyapti. Bizda onasi o'lishdan tursan, onasi 40 kun namoz o'qimaydi u, ko'nglimga sig'mayapti. To'y qilib namoz o'qimaydiganlar bor, bo'shanmadim, Xudo o'zi kechirar deydi. Jumaga kelmay qo'yadiganlar bor, juma kuni to'y qiladigan bo'lsa, desa mehmonsimon bo'ldi deydi. Nasda qolgan juma kuni jumadan qolib to'y qilgan o'rniga shu to'yini shanbaga payshanba o'tkazsam bo'lmaydimi? Qala Ibrohim Taymiy aytadilar: "Iza ra'ayta ar-rajula yatahawanu fi takbirati la fa'sil yadaka minhu." Agar sen Taybir o'g'loga dangasalik qilib beparvo bo'lgan odamni ko'rsang, fa'sil yadaka minhu. Undan qo'lini yuvib qo'yaver. Bizda bor, qo'lini yuvib qo'ltig'ini gap deydi, unaqa odam bilan gaplashmay qo'yaver. Taybir o'g'loga kelmagan. Tushunasizmi? U namoz o'qiydi. Rakat yo'qotmaydi. Yo'qotayotgan narsasi nima? Taybir o'g'loga yetmay qolyapti. Imomning orqasidan Alloh akbar deb quloq qoqishga
e'tibori yo'q odam bilan sen gaplashib oboraver, qo'lingni yuvib qo'ltig'ingga tiqib qo'yaver. U odam emas deyapti. Rakat yo'qasachi, jamoatga chiqmasachi, o'qimasachi, biz kimlar bilan jo'ramiz, kim bilan lupatmiz? Shularni ko'nglidan o'ta olmasdan oshdan tura olmadim deydi. Shular bilan osh yeb, minglagan haj umradan qolib, qorningga shu 2 soatdan keyin chiqib ketadigan narsani yegandan ko'ra, shat turib chiqib ket namozini o'qisang bo'lmaydimi jamoat bilan? Kamroq ovqat yeb jamoatga kelsang bo'lmaydimi? Yemasang bo'lmaydigan bo'lsa shu namozni jamoatdan qolib ketishini oldini olib, qolib ketmasini oldini hisobini chiqarib bir vaqti uzunroq joy vaqtga shu ovqatingni tayin qilsang bo'lmaydimi? Peshindan keyin tayinla shu ovqatingni, asrgacha o'tir, 4 soat, 5 soat o'tirasan, bo'kib ham o'larsan. Qil harakat. Ibn al-Karim, ey mehribon bolam. Inna salata nurul mu'minin, albatta namoz mo'minlarning nuri. Va ziyau afidatihim, bu namoz mo'minlarning qalbining ziyosi. Va hiya silatun baynal abdi va bayna robbih. Bu namoz o'zining Rabbisi bilan bandaning o'rtasidagi bog'liq narsa. Va idza kanat salatu abdi salatan kamilatan, agar bandaning namozi mukammal namoz bo'lsa, mujtami'an fiha ma yalzimu fiha va ma yusannu, uni ichida nimaiki narsa sunnat, nimaiki narsa qilish kerak bo'lgan, lozim bo'lgan hamma narsa mukammal jam bo'lar ekan, va hasala fiha huzurul qalb allazi huwa lubbuha, va shu namoz ichida insonning qalbi ham birga bo'lar ekan, bu namozning tub negizi o'zi insonning qalbi bilan namozda turish. Fasaral abdu idza dakhala fiha istash'ara dukhuluhu ala robbih. Bandani shu namozga kirishi, shu holatda turishi Rabbisi Alloh subhanahu va taoloni huzuriga kirganligini sezganligidan bo'ladi. Bir yerda o'tirsangiz, men o'zimdan gapiray, o domla o'tiribdi sal, bundaroq o'tirasiz, tirishtirib o'tib ketadi deb, mendan cho'chiganingizdan hushyorroq o'tirasiz bir yerda. To'g'rimi? Meni na jannatim bor, na do'zaxim bor. Nihoyatda men sekinroq gapiring, yo bunday tozaroq o'tiring deyman xolos. Yo'g'ida hazil, yo'g'ida kekatib gapiraman. Shu men ishim. Mendan cho'chiganingizdan hushyor o'tiryapsiz bir joyda. Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo namoz kelganda qani hushyorlik. Kimni huzurida turganimizni qanday eslayapmiz, qaysi holatda ko'ryapmiz? Quloq qoqqandan nega eslash boshlaydi? Quloq qoqadi, u yoq qichishadi, bu yoq pitir qiladi. Hanafiya media. Namozdan keyin dindan gapiradi. Biz islomiy yigitlarda dindan gapiradiganlar bor. Namozda qo'tir eshakda qichish ham yo'q, qichishadi, pitir qiladi. 2 rakat namozni pitiramasdan o'qiy olmaydi. Ammo namozdan oldin, namoz kirmasdan oldin ham hech yer qichishmaydi, yo'talmaydi. Namozdan chiqqandan keyin bir yer qichishmaydi, yo'talmaydi. Namozga quloq qoqadi ham, buni naqi ham soqqonining esnayotgan, pitir qilayotgan, qashiyotgan. Shu qo'tir eshak oldin qachishmol, yo'talvol. Tur namozda. Turmaydi. Tekistirib bermaydi namozda. Qumu lillahi qanitin degan oyat kalima bor. Allohning huzurida qonit bo'lib turing. Ay sokinin, jim harakatsiz turing namozda degan gap bor. Qiyomda beharakat shunday turish kerak. Yo dadalarimiz bizga namoz o'rgatganda aytardiki, sen namozda shundoq turginkin, uchib kelgan parranda boshingga qo'ysin, bu odamning haykalmi deb. Shundoq tur dedilar. Misol qilib aytib beramanki, bitta bayroq, bir davlatning bayrog'ini oldi turadigan soldat 2 soat qamalmay turadi. Armiyada bo'lganlar bilasizlar. Postda turadiganlar shunday haykalda turadi. Bitta bayroq qayda? Alloh subhanahu va taolo kim? Shungaki turib moslashgan bir askar
Sen qandoq musulmonsanki, Rabbingning huzurida 2 soat turmayapsan, 1 minut turasan. Mana shu bomdodni hozir sekin cho'zib o'qib berdim. O'zim stilimda 6 minutda bomdod o'qib olaman men. 2 rakat 6 minut o'qib olaman. Salom bersam 6 minut bo'ladi. Bugun bo'lsa 8 minut bo'ldi xolos. 8 minutda 2 rakat namoz o'qildi degan gap. 2 rakat namozni qiyomi qancha bo'ladi 8 minutda? 2 rakat o'qisa 4 minut 1 rakat bo'ladi, to'g'rimi? O'sha ruku sajdalari bor. Turgan bo'lsa 2 minut turdingiz. 2 minut ham tura olmassiz, pitir-pitir qilsangiz. 8 minut ichida qishmagan yeringiz qolmasa, qarmagan tomog'ingiz qolmasa, bu qandoq namoz bo'lsin? Insonni qalblari hammasi joyiga kelar ekan, lekin bu inson nima ekan? Parvardigor huzurida turganini his qilsa bo'ladi ekan bu narsa. Va wuqufuhu bayna yaday mawqifil abdil khashi'in mutaaddab mustahziran likulli ma yaquluhu wa ma yaf'aluhu mustaghriqan bi munajati rabbih va du'aihi. Inson qachon butun namozni ichidagi xushu, huzu, nimaiki narsa lozim bo'lgan holatlari bilan ichi tashi bilan kirar ekan, Alloh subhanahu va taoloning huzurida odoblik, qo'rqadigan banda sifatida turar ekan, har bir gapirayotgan, og'zidan chiqayotgan tilovat zikrlari va qilayotgan har bir harakat, qiyom va ruku sajdalarni hammasini nima uchun qilayotganini his qilar ekan va Alloh subhanahu va taolo Rabbisini munojotiga g'arq ko'milar ekan va Parvardigoriga sidqi dildan duo qilar ekan, fala jarama anna min akbaril ma'unati ala jami'il fazoil wal khayrat. Hech shak shubha yo'qki, butun yaxshilik va fazilatlarning hammasiga erishadigan eng ulug' katta usul aynan shuligiga. Va azamu muadda muzdajirin anil fawahish wal munkarat. Shariat inkor qilgan, shariat fash deb bilgan narsalarni chetga suradigan eng yuksak narsa bu namoz. Agar inson haqiqiy namoz o'qisa, bu inson chiroyli sifat xulqning egasi bo'ladi. Chunki Alloh namozni tanha anil fahshay wal munkar dedi. Namoz insonni fahsh va munkar bo'lgan narsalardan tiyib oladi dedi. Toki siz namoz o'qiyapman deysiz-u, shariat inkor qilgan, shariat fahsh qilgan narsalarni ichida yurar ekansiz, o siz namoz o'qiyapman deb ovora, bu namoz emas. Bu namoz qabul ham bo'lmaydi, bu namozga ajr ham olmaysiz. Unda nima bo'ladi biz namoz deydigan bo'lsangiz, namoz o'qiding deb qutuldingiz xolos. Qarzingiz xolos, mukofoti yo'q bu namoz. O'qimading demaydi. O'qibsan bandan, lekin bunga foyda yo'q deydi. Xuddi tushunish uchun. Nima ko'p bugun? Navoiy ko'p. Hammasi nonini olib chiqib qo'ygan, hammasi non yopgan, kimdir noni hammadan oldin sotilib ketgan, kimdir ostatkalar olib kirib ketyapti. Yopmadimi aslan? Yopdi. Lekin non o'tdimi, o'tmadimi? O'tmadi. O'qimadimi namoz? O'qidi. Xaridor bo'ldimi, bo'lmadimi xudo? Bo'lmadi. O'zi bilan ketdi namoz. Nima non yopmading deyilmaydi. Nima tirishlik qilmading deyilmaydi. Lekin o'tmadi u narsasi. Xuddi shunga o'xshagan namozga e'tibori bo'lmagan, beparvo o'qigan yoki namozni o'qib turib tashqarida namozxonning suratiga kirmagan, xuddi shu ishning bittasi. Va an asari salatil azimati va samarihal jalilati. Alloh bu namozning ulug'ligini va namozni yuksak mevalarini bir ko'rinish ta'sirlari annaha a'zamu babi lil g'ufrani va hattul awzari va takfiris sayyiat. Bu Allohning mag'firatini eng katta eshigi. Gunohlarni o'chirishlikning bir usuli. Va mayda gunohlarga kafforat bo'ladigan narsa shu namoz. Buni samarasi shu.
shu namoz sabab Allohning mag'firatiga erishsak, shu namoz sabab mayda shuda gunohlar yuviladigan bo'lsa, bu namoz chiroyli bo'lish kerakmi, bo'lish kerak emasmi? Misol suv. Suvda cho'milsangiz, tanada kirlar chiqadimi, chiqmaydimi? Chiqmaydi. Toki shu suvga sovun qo'shmagungacha. To'g'rimi? O sovun ham kir chiqaradigan sovun bo'lsa-da. Hanafiya media. Ya'ni o suv yana isinmasa, o kir ham chiqmaydi tanadan. To'g'rimi? Issiq bo'lish kerak. Sovun normal bo'lish kerak, machatga bo'lish kerak. Hammom ham issiq bo'lsa, farxonasi bilan bo'lsa, undan keyin hammomga tushgandek bo'lamizda. Bo'lmasam payshanba kuni g'usl qilib kelyapti, yag'irimiz turiladi-yu. Ertaga tap tutib suv qo'yganimiz uchun. Kirimiz chiqib chiqmadimi? Demak, bir oddiy kir chiqishligi uchun suvni isishi, sovun, machalka, cho'miladigan joyi ham, sharoit ham chiroyli bo'lsa, uni betimizga bir narsa yuvinganni ko'rinishi kelgandek, namoz ham o'zini qonun qoidalari bilan, o'zini o'qiladigan joyi masjid bilan, jamoat bilan bo'lmasa ekan, bu sizni bizni qalbimizga nur ziyoni keltirmaydi. Yuzimizga salohiyatli kepatasini keltirmaydi bu namoz. As'alullohal karim. Alloh subhanahu va taolodan so'rayman. An yuvaffiqaka li ta'zimi salah, seni namozni ulug'laydigan holatga muvaffaq qilishligini. Val muhofazati alayha, namozni muhofaza qiladigan bo'lib qolishingni Xudodan so'rayman. Va husna iqomatiha, namozni chiroyli maqomga keltiradigan bo'lishingni Xudodan so'rayman. Va an yashraha sadraka, va qalbingni Alloh keng qilishini namozga so'rayman. Va yassara amraka, ishlaringni Alloh yengil qilishini so'rayman. Va ya'la fid darayni qadraka, ikki dor dunyoda, bu dunyoda ham, oxiratda ham qadrini oliy bo'lishini Xudodan so'rayman. Va sallallohu ala nabiyina Muhammadin va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deb tugatadim. Allohu akbar, Allohu akbar. La ilaha illalloh, vallohu akbar. Allohu akbar va lillahil hamd. Muhtaram jamoatimiz, namozxonman deyotganlar, o'zingizni namozingizga bir qarang. Jamoatga chiqmayotganlar, o'zingiz holingizga bir qarang. Dunyoda pul istaymiz. Puldan maqsad yaxshi yashash. Yaxshi yashash uchun har ko'chaga tayyormiz. Hamma mehnatga tayyormiz. Hamma xorlikka, hamma zorlikka tayyormiz. Ammo oxirat uchun xor bo'lishni hech kim xohlamaydi. Oxirat uchun mehnat qilishni hech kim xohlamaydi. Dunyoga qilayotgan mehnatlarini oldida oxiratga qilayotgan mehnat bir rohat xolos. Inson qilayotgan ibodatda bugun sizni bizni din dushmanlarimiz bo'lganlar o'shanaqangi oqimlarni bizga ko'rsatib, namozni xohlagandaqa o'qiydigan qilib, paypoqqa ham mos tortiryapti, mustahab ham qildirmayapti, boshalang ham o'qittiryapti, shorti bilan ham o'qittiryapti, sunnat o'qimasa ham bo'laveradi deyapti, duo qilmasa ham bo'laveradi deyapti. Bu hech qanaqasi yo'q, hammasi bid'at ekan, yo'q ekan hadisda deyapti. O'zing bid'atsan, o'zing hadisda yo'q narsasan degan odam yo'q. Butun hamma narsani yo'q qilyapti, sekin-sekin yo'q qilyapti. Oxir tek qo'ysangiz shularga, qarshi chiqmasangiz, kurashmasangiz, xristianlar yurib bir borib bozorga cho'qinib qo'yadi-yu. Shunaqa holatga kelib kelasiz. Hamma yo'q bitta sug'urib oladi kasofatlar. O'sha bitta tuymani yechib olgungacha, "Men tomog'imni bekitib yurgan avrat" desa, "Bichimanda ochsasan havo kirsin" desa, "Bo'pti, havo kirsin" deb shuni ochganingizdan keyin ikkinchi, uchinchi kindigacha ochilib oladi yo'q. Bittasiga bo'sh bersangiz, qolgani o'zi ochiladi. Bitta boshalang masjidda tursa, qolgani boshalang qila oladi. Bitta qiyshiq masjidga kelsa, qolgani qiyshaytira oladi. Asha kasofat yo'qotish kerak. Asha mikrovirus yo'qotish kerak. Ey benamoz, qachon namozga kirasan? Namoz o'qiyotgan, jamoatga chiqmaydigan, xona salat,
qachon jamoatga chiqasan? Xudodan qo'rqmaysanmi? Kechagina imomlar bilan o'qigan kitobimiz. Shundan 7dan keyin 7 ham 9 deganda hayitdi. Endi 20 degan bo'ldi. O'qigan joyimizdan bir varaq o'qib beraman. Ajab pas xulosasiz. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom Ibn Majah va hakimlar rivoyat bilan kelayotgan hadisda aytibdilar. Banda sodir etgan gunohi tufayli rizqidan mahrum bo'ladi. Qilgan gunohlar sabab inson o'z rizqidan mahrum bo'lyapti. Gunoh qilma, rizqing yuksak bo'ladi. Gunoh qildingmi, rizqingdan mahrum bo'lasan. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu deydi: "Men shunday o'yga keldimki, albatta banda sodir etgan gunoh tufayli ilmni unutadi." Ibn Mas'udning xulosalari, hayotiy tajribalari, payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomdan eshitgan gaplarini xulosalab aytibdilarki, banda sodir qilgan gunohlar sabab ilmni unutadi. Qur'on nima uchun esdan chiqyapti? O'qigan kitob nima uchun esdan chiqyapti? Ibodatdan o'qiganmisa o'qiganman, 3 marta o'qiganman deydi. Elementar narsaga javob bermaydi. Nima uchun 3 marta o'qigan o'zbekcha ibodat islomiy esingdan chiqmadi? Nima uchun yodlab yurgan Qur'oning esingdan chiqdi? Minglagan takror bo'lgan. Nima esdan chiqdi? Gunoh ko'pligidan. Bu kitob Abul Hamid G'azzoliyning Ihyo Ulumuddin degan kitoblari. Shu kitobni o'limga olib boradigan bobi. So'nggi manzil zikri, tavba, so'nggi manzil zikri, nafs tarbiyasi, til ofatlari degan boblarda biz tavba bobidamiz. Salaflardan biri deydi. Yo'q, Ibn Mas'udning gaplaridan davom bor ekan. Ibn Mas'udning bu gapi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kim bir gunoh qilsa, aql undan ajraladi va hech qachon qaytmaydi degan so'zlarning ma'nosiga yaqin. Payg'ambarimiz alayhisalom inson gunoh qilar ekan, undan aql ketadi deyaptilar. U ketgan aql qaytib kelmaydi deyaptilar. Demak, gunoh qilori oxir nima bo'ladi bu odam? Aqlsiz. To'poy bo'ladi. Hech narsa tushunmaydigan qaysar eshakka aylanadi. Gunohning ko'pligidan. Gunohning ko'pligidan qaysarga aylanganning bir misoli, gap gapirsangiz gipertavonga yuqmaydi-yu. Narkomonga ham gap yuqmaydi-yu. Benamozga ham gapirsa men buni olganman, anaqamanda o'zini oqlashga o'taveradi-yu. Ming xil vajh kasoni ko'rsatib o'zini to'g'riligini isbotlaydi-yu. Shu aqlning yo'qligidan-da. Salaflardan biri deydi: "La'nat yuzning qoraligi emas. La'nat moldagi nuqson ham emas. Balki haqiqiy la'nat bir gunohdan shunga o'xshash yoki undan ham yomonroq boshqa bir gunohga o'tishdir." Salaf ulamolarimizdan aytayotgan gap, la'nat bo'ldi deganda yuzing qorayishi emas, sen ularni o'ylama deyapti. La'nat deganda seni moli dunyoyingga nuqson yetib kamayib qol degan gap emas deyapti. La'nat degan narsa qilgan gunohingga o'xshaydigan bitta gunohni qilishga o'rganishing yoki undan kattaroq gunohni qilishga o'rganishing, bu senga bo'lgan la'nat deyapti. Chunki gunoh kundan kunga ko'payib oxir nima bo'ladi? Naqadar to'g'ri gap. Haqiqatan ham la'nat rahmat dargohidan quvilish, tavfiq rizqidan mahrum bo'lishdir. Bu esa eng katta mahrumlik. Tasavvur qil. Sodir etilgan bitta gunoh insonni ikkinchi gunohga chorlaydi. Bu tariqa gunohlar ko'payib boradi. Qarabsanki, banda gunohlari tufayli foydali rizqdan, gunohlardan to'xtashga sabab bo'luvchi olim va solihlar majlisidan mahrum bo'ladi. Solih kishilarning nafratiga sazovor bo'lgani uchun Alloh ham undan nafratlanadi. Demak, gapga xulosa olib kelyapti Imom G'azzoli rahmatullohi alayh. Bu to'g'ri gap, bir qaragina deyapti. La'nat degan narsa rahmat dargohidan quvilish bo'lsa,
tavfiq bo'lgan rizqingdan mahrum bo'lish bo'lsa, tavfiq degan narsa savobli xayr ishga muvaffaq bo'lish. Shu rizqdan mahrumsan, savob ko'chalar senga bekiladi. Bu eng katta mahrumlik. Tasavvur qil deyapti. Sodir etilgan bitta gunoh inson ikkinchi gunohga chorlasa. Bugun gaplashib, hingir qilib kulishdingiz. Erta yana ko'rishib turaylik, biz maza qildik desa, yana ertasiga borasiz. Undan ko'proq o'tirasiz deyapti. Keyin yana 5-6 oshnangizni ham chaqirasiz. Telefonda bor-ku, sinfdoshlar, armiyadoshlar, mahalladoshlar, jo'ralar deb chaqirasiz, maza qildik. Bir chimni oshti qilib, rosa xursand bo'ldi, kayfiyat ko'tardingiz. Qarasiz, quruq kengayadi. Botaverasiz. Shu tariqa gunohlar ko'payib boradi, deyapti. Qarabsanki, banda gunohlar tufayli foydali rizqdan, gunohlardan to'xtash sabab bo'luvchi olim va solihlar majlisdan mahrum bo'ladi. Gunohlar ko'payavergandan keyin bu nima qiladi? O'zini foydali rizqidan va uni gunohlardan tiyadigan olim, solih odamlarni majlisiga kela olmay qoladi. Vaqt yo'q. Jamoat bo'lmadi. Jumaga ham tayyor vaqti yetib keladi, masala eshitmaydi. Darsga ham kelmaydi, ishim zarur deydi. Oshga borgan, bir narsa qilgan, dunyoni ko'zdan qo'ygan, darsda ham yo'q. Borib solih odamlardan, olim odamlarni majlisdan yiroq bo'ladi. Solih odamlar bilan yursa, bugun masala bo'ldi, ertadan ro'za tutaylik. Mancha savob bergan og'ayni. Agar siz ro'za iftor mendan deb qiziqda ro'za tutararmidi? Ketdi og'ayni jamoatga boraylik dermidi? O'shanaqa deydigan odamlardan ayrildi. Solih kishilardan ayrilsa, tergaydigan olimdan ayrilsa, bu mahrum bo'ldimi mo'madan ko'p narsadan? Mahrum bo'ldi. Solih kishilarning nafratiga sazovor bo'lgan odam deyapti. Allohning ham nafratiga sazovor bo'ladi. Solihlarga nafrat bo'ldimi? Olimlardan, solihlardan nafratlanganingdan keyin erta kunda Xudo nafrati. Xudo nafrat qilgani uchun shulardan seni Xudosi qilib qo'ydi. Shularning ichidan chiqib ketding. Gunohingning ko'pligi sabab. Qarang. Sizni bizni islohiyatda turishimizga sabab bo'ladigan ilm majlisi, olimlarning suhbati, kitob. Shuni Xudo taolo sizdan bizdan tortib qo'yapti. Nima uchun? Gunoh qilaverganimizdan hayb senga deb. Olim ham oxiri sizga aytib, pandaz qilib oxiri boya aytgandek taybir uloga kelmagan odamdan qo'lingni yuvib qo'ltig'ingga art deganda bora deb gapirmay qo'yadi. Eskina gap senga deydi. Hikoya qilinadi. Oriflardan biri Balchiq yo'lda ehtiyot bo'lib, to'nini etagini yig'ishtirib ketayotgan edi. Qo'qqisdan oyog'i toyib yiqildi. Keyin o'rnidan turdi va to'g'ri balchiqning o'rtasidan yurib ketdi. So'ng yig'lab, mening bu holatim doimo gunohlardan saqlanib, kutilmaganda bir yoki ikkita gunohni sodir etib, keyin gunohlar dengiziga sho'ng'igan bandaning ahvoliga o'xshaydi dedi. Tushuntira oladimmi? Yo'lda ketyapti bir solih odam. Balchiq ekan. Shu to'nni etagi balchiqqa tegib, ehtiyot bo'lib yurib ketyapti. Bir narsa bo'ldi, loy o'rtasiga yiqilib tushdi. Yiqilib tushgandan keyin bo'lgani bo'ldi, loyni o'rtasiga kakpapali kechib ketaverdi. Keyin yig'layapti bu odam. Meni bu ishim shuncha yil taqvo qilib, ehtiyot bo'lib, bitta ikkita gunoh endi shuncha bo'lgani bittasida deb gunohni dengiziga sho'ng'igan nobakor odamni o'zi bo'lmadimmi deyapti. Ha endi eshitib yurgan gapingizda domladan. Shu eshitib yurgan gap bittasi eshitasizda deysizlarmi demaysizlar? Ha bitta bir hech narsa bir gunoh qilmay farishta bo'lasan. Ha shuncha qilgan bittasida u yoq bir gap bo'lar deymizmi demaymizmi? Mana shu hamma illat nima gap kelar ekan ko'kalar? Fuzayl aytadi. Zamonning evridan, do'stlarning bevafoligidan qilayotgan shikoyating gunohlarning senga qoldirgan merosidir. Zamon yaxshi bo'lmayapti deysan.
do'st oshna og'aynilarda vafo qolmadi deb shikoyat qilyapsan. Buni hammasi o'zingning gunohingni merosi. Sen gunoh qilmaganingda zamon bu holga kelmasdi. Sen gunoh qilmaganingda bu bevafo oshnalar sendan yuz o'girgan bo'lmas edi. O'zing sababsan deyapti. O'tganlarni bir aytgan ekan. Eshagimning qaysarligini gunohimga jazo deb bilaman. Tushunyapsizmi? Eshagingni yurmasligi ham, eshagingning qaysarligi ham o'zingni gunohkorligingga jazo. Xotiningni xo'p demasligi ham o'zingni posiqligingning jazosi. Rizqingning tang bo'lishi ham o'zingning posiqligingning jazosi. Yana bir dedi. Uyimdagi sichqonlar gunohimga jazodir. Sichqon bosib ketsa balomi uyga? Gunohimning jazosi. Begandan-begi sichqon kelgani yo'q. O'zimning rasoligimdan kelgan uyimga sichqon deydi. Hanafiya Media. Abu Sulaymon Doroniy deydi. Ehtilom ham jazodir. Tush bulg'ashni o'zi ham jazo deyapti. Tush bulg'ashni jazoligi erta kundagi turib namoz o'qish kerak. Sharoiting bo'lsa olib cho'milding. Cho'mildim Xudoga deganing bilan jamoatdan qolding. Sharoit bo'lmasa cho'mil olmasang nas yuribsan-ku. Jazo bu ham senga deyapti. Qilgan gunohingga. Yana bir aytadi. Kishi gunohi tufayli jamoat namozni o'tkazib yuboradi. Jamoatga chiqa olmaslikni yana bitta illat nima ekan? Gunohining ko'pligidan jamoatdan mahrum bo'ladi. Bayhaqiyning rivoyatlarida kelar ekan. Zamondan nolishning sababi amalingizning buzilganidadir. Zamon chatoq bo'ldi deyish amallarning buzilishiga sabab. Amallar buzildi akalar. Halol bilan haromning farqi hech kim bo'lmaydi. O'pakopkasi halolda yozib qo'ysa bo'ldi. Ko'ringan narsani yeydi. Bu gapirayotgan gap g'iybat, shikoyat, buxton, tuhmat, hasrat, ko'zlar nomahramga qaragan, niyat buzuq, maqsad buzuq, hammalik. Qadr qolmadi. Turli tuman eshitmagan kasallarni davolari u больницада palon pukin отделе 5-6 отдел bor. Hozir qarasangiz yozib qo'ygan bu kirdikinologiya, mirdikinologiya, palon geologiya, milongologiya degan narsa yozilgan. Bu nima desa, o'sha ishlaydiganlar o'zlari bilmaydi. Turli tuman bo'limlar ko'payib ketdi. Kasali turi ko'p. Kelib duo qiling domla, og'riyapti, nima bo'ldi desa, aytgan gapiga kasallik turib, astag'firullah, shunaqa kasalim bormi deyapman. Aytsangiz apandaga o'xshaydigan, yolg'onga o'xshaydigan kasallar bor. Tasavvur sig'maydigan kasallar bor. Nima uchun? Amal buzildi. Va amalni buzilganini bittasi shu aytyapman, namozga e'tibor yo'q. Salla kiy desang, salla bid'atmish. Zaif hadismish. Kepga bo'laverar ekan bu xonasiga. Kepga bo'laverar ekan, salla zaifmish. Futbolkada yursa, o qariga ko'rinib, ko'tin teshik ko'rinadigan holat yursa bo'laverar ekan, keyin kiysa neudobno ekan. Baraka yo'q uyda. Tinchlik yo'q. Hamma yo'q buzilgan. Hamma yo'q variant. Puli bor ham variant yuradi. Qarzga botgan hamma. Bir ikkita odam bilan gaplashib maza qilmaysiz. Bir odam Xudoga shukr deyman, hammasi hasrat qiladi. Nima uchun? Botganimiz uchun. Bu boshimizga kelayotgan balo o'zimizning rasoligimizdan keladi. Alloh aytar ekan: agar banda shahvatini toatimdan yuqori qo'ysa, unga beradigan eng kichik jazo munojotim lazzatidan uni mahrum qilaman. Quloq soling. Agar banda shahvatini toatimdan yuqori qo'ysa, ya'ni shahvat o'zini ko'ngil xushini, ko'ngli xolagan narsani menga bo'lgan toatdan baland qo'ysa, namozga jamoatga borsa oshtiga olaylik, keyin boramiz. Ertaga peshin bo'ladi. Chomlarda o'qasa bo'laveradi deb toatdan nafsini oldin qo'ysa,
Yo mana ishni qilib olay, keyin namoz o'qiyman. 50 ga kirib olay, keyin namoz o'qiyman. Uyini qurib olay, keyin umraga hajga boraman deb shularni qiladigan bo'lsa, unga berani eng kichik jazoim. Yo'q deganda beradigan jazoim deyapti. Munojotim lazzatidan uni mahrum qilaman. Ya'ni namoz o'qib maza qiladigan mazani tortib qo'yaman deyapti. Bu eng kichik jazo. Holbuki eng katta mukofot namozni to'kis ado etsangiz, hamma gunohlaringizga kaffora bo'lib, rizqingiz keng bo'lishiga namoz sababidir. Xudo taolo minimum hech balo bermadim deganda, bundan namozni huzur halol tortib qo'yaman deganda qancha balolar bor boshimizda hali. Namozni bizdan tortib qo'ysa huzur halovatini, gunohimiz kechirilmasa, duoimiz ijobat bo'lmasa, rizqimiz tang bo'lsa, bu eng yengil jazo deyapti Xudo taolo. Kattasi qancha bo'ladi? Bu jazo nima uchun beryapti Xudo taolo? Meni toqatimdan o'zini shahvat ko'chasini a'lo bilgani uchun deyapti. Gunohlarning bu dunyoda qashshoqlik, xastalik va boshqa ofatlarga sabab bo'lish haqida kelgan xabarlar ko'p. Kishi gunoh sodir etganidan so'ng bu gunohning sifatiga ega bo'lishi ham gunohning bu dunyodagi musibatidandir. Negaki kishi nimaga mubtalo bo'lsa, bunga jazo va shu narsa uni go'zal rizqidan mahrum qiladi, badbaxtlik ustiga badbaxtlik keltiradi. Demak, gunohlar bu dunyoda qashshoq bo'lishimizga, xasta, kasal bo'lishimizga, boshqa ofatlarga mubtalo bo'lishimizga sabab bo'lishi to'g'rilik ko'p xabarlar kelgan. Kishini gunoh sodir etganidan keyin o'sha gunohning sifatiga ega bo'lishi ham buni bu dunyoda bir musibat. Bu nima deganisi, bir gunoh qildi, shuni sifatiga siz namozni uyingizda o'qiysiz. To'g'ri bo'ldimi? Keyin sizni birov bu xona salotda deyapti. Siz shu gunohingizni sifati bilan sifatlayapsiz, xona salotda deyapti. Palonchi bor-ku, kim? Hali qimorvoz. Gunoh qilib, shu bilan sifatlanyapti. Palonchi bor, qaysi jalabboz. Palonchi bor, kim? Hali kidashlik. Palonchi bor, kim? Hali variantchi. Palonchi bor, kim? Hali yolg'onchi. Palonchi bor, kim? Hali qasamxo'r. Palonchi bor, kim? Hali muttaham. Palonchi bor, qaysi hali haromxo'r. Shuni o'zi seni deyapti. Gunohing bilan sifatlanishing o'zi boshing bir musibat deyapti. Noming sifating bilan, gunohing bilan ta'riflanadigan bo'lyapti deyapti. Kerakmi shu ta'rif sizga bizga? Bu nima deyapti? O'zingni go'zal rizqingdan mahrumsan, noming xuli bo'lgandan keyin. Badbaxtlik ustiga badbaxtlikni keltiradi, xolos deyapti. Jon akalar, gap ko'p bu kitobda. Dod deb gapirsak, yoqmasak akalar. Gapirmasak, botsak, nima qilaylik? Yosh bir joyga yetdi, o'zing tiy desangiz tiyilmasa, savobli, xayrli narsalarni qilib gunohingga tavba tazar qil desa to'xtamasa, nima qilaylik? Bizi ish aytish. Kimga oxirat kerak? Kimga dunyo kerak? O'zi hal qilsin. Ertaga men buni oldinroq eshitganim buna bo'lmasdim deb bizga yoqamizdan da'vo qilmasin. Aytdik. O'tgan hayitda ham alohida shu jamoat to'g'ri gapirganman. Masjidda ro'parasida turib namozga chiqmaydiganlar bor. O'zimiznikilarni uyda o'yg'atsangiz ham bo'pti boraman deb uyda o'qiydiganlar bor. Jon akalar. Razzoq Alloh subhanahu va taolo. Rizqni Xudo beradi. Lekin rizq beradigan zot ibodatga chorlayapti. Mag'firatini qilaman deyapti. Duoing ijobat qilaman deyapti.
Ajrni ko'paytirib beraman deyapti. Kel bandam deyapti. Kelmayapsiz. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom Sopolloyning kitoblarida bor. Umrlarning oxiriga kelganda kasal bo'lganlaridan bitta namozga 3 marta tahorat qilar ekanlar. Hushidan ketib. Oysha onamiz tahorat qildirib qo'y. Namoz chiqaman der ekan, tahorat qildirib qo'ysa hushidan ketib qolib, terga botib, holsizligidan. O'qishmadimlar, o'qishmadi desa tahorat qildi der ekanlar. Yana tahorat qilar ekanlar, yana hushidan ketib qolar ekanlar. O'zlari kelib o'qish qo'ymadimi der ekanlar. Yo'q, darrov tahorat qilib qo'y der ekanlar. 3 marta tahorat qilib, ikkita sahobiy yelkalarini sudira chiqib, oyoqlarini yer chizib borib safga o'tirdilar. Bu payg'ambar, bu kishi jannatga kirmaychi hech kim jannatga kirmaydi. Avvalini oxir gunohlari kechirilgan Allohning habibi, kapolati bor jannatga bo'lgan zot jamoatdan qolmayman deb harakat qilyapti. Bizda kapolati kelsa ham yo'q. Hech narsaga kapolatimiz yo'q. Xotirjamlik shunchalarki, payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomdan ham xotirjambizda, u kishi o'zi xotirjam emaslar. Xotirjammiz. Yana nima deydi? Tirishtirar etkanda, domla namozini o'qiyapman deb qo'yarkan. Sen men namozimni o'qiyapsanmi? Tirishtirmasa nima bo'lishini bilasanmi? Botasan. Sajjicha bo'sh qo'y, nima bo'lishini bilasan sen. Katta odamlar oyog'i go'rga sangillagan 60-70 ga kirganni ham tergamasiz nima bo'lishini o'zi biladi. O'sha ham mendan cho'chiganidan rovna turadi. Hanafiya media. Mendan hayiqqandan rovna turadi. Mendan hayiqmasan Xudodan hayiq. Xudodan qo'rq. Kecha kunda senga nozir bo'lib turgan Parvardigoringdan qo'rq. Mendan cho'chima. Masal tushib qolamiz deydi. Qo'rqma masal tushganingdan. Sen qiyomatga tushishingdan qo'rq. Men masalaga solganda polash bo'kinish demayapman. Bor ichimizda deyapman. Uni sen bilasan xolos. Mahshar maydoniga borganda Xudoy taolo hammaga seni kimligini ko'rsatadi. Nimaligimizni ko'rsatadi. Shundan cho'chaylik. Shuni o'ylaylik. Sharmandachilik u yoqda bo'ladi. Bu sharmandachilik emas. Bugungi kunda bo'layotgan bu gaplarning hammasi bir tanbeh, ogohlantirish, tayyorgarlik, hushyorlikni talab qilish xolos. Agar bilsangiz.